Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men 25 yoshdan oshgan pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar va oilasida pensioner ota-onasi bor hamma uchun juda muhim moliyaviy masalani tushuntirib beraman. Sentabr oyida ko'pchilik pensionerlar kutmagan joydan qo'shimcha pul, qayta hisob-kitob, kompensatsiya, subsidiya yoki imtiyoz olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Lekin bitta muammo bor. Bu imkoniyatlarning hammasi ham odamning qo'liga o'zi kelib tushmaydi. Ba'zilarini so'rash kerak, ba'zilariga ariza berish kerak, ba'zilarida esa hujjatdagi kichkina xato sabab bo'lib kechikadi yoki umuman berilmaydi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Agar siz pensioner bo'lsangiz, ota-onangiz pensioner bo'lsa yoki yaqinda pensiyaga chiqmoqchi bo'lsangiz, bu ma'lumot sizga bevosita tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki men bu yerda oddiy gap emas, amalda pulingizga ta'sir qiladigan narsalarni tushuntiryapman. Men ko'p yillardan beri pensiya, nafaqa, kompensatsiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha odamlarning savollarini kuzataman. Eng katta muammo shuki, pensionerlar ko'pincha o'zlariga tegishli bo'lgan pulni bilmagani uchun olmay qolishadi. Odamlar odatda pensiya kartasiga har oy bir xil summa tushadi deb o'ylaydi. Davlat qancha bersa shuncha olaman deb yuradi. Aslida esa pensiya miqdoriga, qo'shimcha to'lovlarga va imtiyozlarga ta'sir qiladigan bir nechta omillar bor. Avval qanday edi? Avval ko'p jarayonlar qog'oz hujjatga bog'liq edi. Pensionerning ish staji, ish haqi, arxiv ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, ish joyidan olingan ma'lumotnoma alohida tekshirilardi. Biror hujjat yetishmasa, odam yillar davomida kamroq pensiya olib yurishi mumkin edi. Masalan, bir ayol 75 yoshida pensiyaga chiqqan, lekin 8 yil ishlagan korxonasi yopilib ketgani uchun o'sha staj pensiyaga qo'shilmagan. Natijada u har oy 100 ming so'm yoki 200 ming so'm kam olgan bo'lishi mumkin. Bu bir oyda mayda ko'rinadi. Lekin bir yilda 1 million 200 mingdan 2 million 400 ming so'mgacha farq qiladi. 5 yilda esa bu juda katta pul. Hozir nima o'zgardi? Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Pensiya jamg'armasi, soliq organlari, bandlik tizimi, banklar va boshqa idoralar o'rtasida ma'lumot almashinuv kuchaydi. Bu yaxshi tomoni, lekin yomon tomoni ham bor. Ba'zida xato bo'lsa, eski ma'lumot kiritilmagan bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, pasport ma'lumotlari mos kelmasa, tizim avtomatik hisob-kitob qilganda pensioner zarar ko'rishi mumkin. Shuning uchun sentabr oyida pensionerlar uchun yoqimli moliyaviy kutilmagan sovg'a deganda men faqat bir martalik pulni emas, balki pensiyani oshirish, qayta hisoblash, kechikkan to'lovni undirish, subsidiya olish, dori-darmon yoki kommunal xarajatlar bo'yicha yengilliklarni ham nazarda tutyapman. Birinchi eng muhim masala, sentabr oyida ko'p oilalarda xarajatlar oshadi. Nabiralar maktabga boradi. Uyda kommunal to'lovlar mavsumi boshlanadi. Dori-darmon xarajatlari ko'payadi. Shu sababli pensioner uchun har bir qo'shimcha 1 ming so'm ham ahamiyatli. Men shuni ko'p ko'rganman. Bir pensioner menga farqi yo'q. Baribir ko'p bo'lmaydi dedi. Lekin tekshirib ko'rilsa, uning 3 ta huquqi bor ekan. Pensiyani qayta hisoblash, kommunal subsidiya olish va bank kartasidagi xizmat haqlarini kamaytirish. Uchalasini qo'shganda oyga 220 ming yoki 400 ming so'mgacha foyda chiqishi mumkin. Kimlar birinchi navbatda e'tibor berishi kerak? Avvalo 75 yoshdan oshgan ayollar, 60 yoshdan oshgan erkaklar, nogironligi bor pensionerlar, o'quvchisini yo'qotganlar, yolg'iz yashaydigan keksalar, rasmiy ishlagan yillari ko'p bo'lganlar, lekin pensiyasi past chiqayotganlar, shuningdek pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etganlar. Ayniqsa ishlovchi pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki ayrim hollarda ish faoliyati davom etgani, sug'urta badallari yoki daromad ma'lumotlari yangilangandan keyin pensiyani qayta hisoblash imkoniyati tug'iladi. Lekin bu hamma joyda avtomatik bo'ladi deb o'ylash xato. Ba'zan ariza kerak bo'ladi, ba'zan ish beruvchidan ma'lumot kerak bo'ladi. Keling, real hayotga yaqin bir misol olaylik. Gulnora opa 26 yoshda pensiyaga 1 yil oldin chiqqan. U 25 yil maktabda ishlagan, keyin 6 yil xususiy bog'chada tarbiyachi bo'lgan. Pensiya tayinlanganda eski maktabdagi staji bor, lekin xususiy bog'chadagi ma'lumotlar to'liq ko'rinmagan. Gulnora opa har oy 20 million betimda 2 ming so'm pensiya olyapti deb tasavvur qilaylik. Agar o'sha 6 yil to'liq tasdiqlansa, uning pensiyasi masalan 20 million 6 ming so'mga chiqishi mumkin. Farq 200 ming so'm.
Agar qayta hisoblash 6 oy oldingi davrga ham taalluqli bo'lsa, u bir martada 1 million 200 ming so'm atrofida qo'shimcha to'lov olishi mumkin. Mana sizga kutilmagan moliyaviy sovg'a. Lekin bu sovg'a eshikni taqillatib kelmaydi. Hujjatni tekshirdirish kerak. Ikkinchi misol. Mahmud aka 33 yoshda pensiyada, lekin mahalladagi kichik ustaxonada rasmiy ishlagan. U men pensiyadaman, ishlaganim endi ahamiyatsiz deb o'ylaydi. Aslida rasmiy ishlagan davri. To'langan soliqlar va jamg'armaga o'tgan ma'lumotlar pensiya qayta hisob kitobiga ta'sir qilishi mumkin. Agar u 2 yil davomida rasmiy daromad olgan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga borib yoki elektron xizmat orqali pensiya qayta hisoblash tartibini so'rashi kerak. Natija har doim katta bo'lmasligi mumkin. Lekin oyiga 7 ming, 20 ming yoki bittadan ming so'm qo'shilsa ham bu yilga sezilarli mablag'. Uchinchi misol. Saodat opa yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 million 300 ming so'm. Qishda gaz, elektr, suv, dori-darmon va oziq-ovqat xarajatlarida ko'payadi. U kommunal to'lovlar bo'yicha subsidiya yoki ijtimoiy yordam olish huquqini bilmaydi. Mahalla yoki ijtimoiy himoya organiga murojaat qilsa, oilaviy ahvoli, daromadi, uy-joy sharoiti tekshiriladi. Agar mezonlarga mos kelsa, unga doimiy yoki vaqtinchalik yordam berilishi mumkin. Ba'zan bu naqd pul bo'ladi. Ba'zan kommunal kompensatsiya, ba'zan dori-darmon yoki oziq-ovqat yordami shaklida bo'ladi. Muhimi, odam men so'rasam uyat bo'ladi deb o'ylamasligi kerak. Bu sadaqa emas, qonuniy ijtimoiy himoya. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan. Barcha staj va ish haqi hujjatlari to'liq kiritilgan. Elektron bazada ma'lumotlar mos. Siz qo'shimcha imtiyoz toifasiga kirmaysiz. Kommunal subsidiya mezonlariga ham tushmaysiz. Unda sizda katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir yiliga kamida bir marta pensiya ma'lumotlaringizni tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki xatoni oldindan ko'rgan odam keyin yugurmaydi. Endi eng ko'p uchraydigan tuzoqlar haqida gaplashamiz. Birinchi tuzoq. Hammasi avtomatik bo'ladi degan ishonch. Ayrim to'lovlar avtomatik oshadi. Masalan, pensiyalarni indeksatsiya qilish, ya'ni belgilangan tartibda oshirish bo'lsa, ko'p hollarda pensionerlar alohida ariza bermaydi. Lekin staj qo'shish, arxiv ma'lumotini tiklash, noto'g'ri hisoblangan davrni tuzatish, familiya yoki pasportdagi farqni bartaraf etish kabi masalalarda insonning o'zi harakat qilishi kerak bo'ladi. Ikkinchi tuzoq. Eski mehnat daftarchasini yo'qotish yoki e'tiborsiz qoldirish. Men ko'p hollarda pensionerlarning eski hujjatlari sandiqda, papkada, shkafda yotganini ko'raman. Odamlar bu endi kerak emas deb o'ylaydi. Aslida eski mehnat daftarchasi ishga qabul qilish buyruqlari, ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxivdan olingan tasdiqlar pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Agar korxona tugatilgan bo'lsa ham, uning hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun eski ish joyingiz yo'q bo'lib ketgan bo'lsa, endi tamom demang. Tuman yoki shahar arxiviga murojaat qiling. Uchinchi nozik jihat. Ayollarda familiya o'zgarishi. 55 yoshdan oshgan ayollar orasida turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirganlar ko'p. Mehnat daftarchasida qiz familiyasi, pasportda turmushdagi familiya bo'lishi mumkin. Agar nikoh guvohnomasi familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, tizim buni boshqa odamning staji sifatida ko'rishi yoki tasdiqlash qiyinlashishi mumkin. Natijada bir necha yillik ish staji pensiyaga qo'shilmay qoladi. Shuning uchun ayollar albatta nikoh guvohnomasi, ajrim bo'lgan bo'lsa, ajrim hujjati, familiya almashgani haqidagi barcha dalillarni saqlashi kerak. 4-tuzoq, bank kartasi va firibgarlik. Sentabrda pensionerlarga qo'shimcha pul berilmoqda. Kartangizni tasdiqlang. Kompensatsiya olish uchun kodni ayting degan yolg'on xabarlar ko'payishi mumkin. Men buni alohida ta'kidlayman. Hech qachon telefon orqali kelgan SMS kodni, karta raqami bilan birga amal qilish muddatini, PIN kodni, bank ilovasiga kirish parolini hech kimga aytmang. Haqiqiy davlat organi sizdan telefon orqali karta parolini so'ramaydi. Agar kimdir hozir aytmasangiz pulingiz kuyadi desa, bilingki, bu firibgar bo'lishi ehtimoli juda yuqori. 5-nozik jihat. Bir martalik to'lov bilan doimiy oshishni adashtirmaslik. Ba'zan pensioner kartasiga odatdagidan ko'proq pul tushadi. U xursand bo'ladi va keyingi oy ham shuncha tushadi deb o'ylaydi. Lekin bu kechikkan kompensatsiya. Qayta hisob-kitob farqi yoki bayram oldi yordam bo'lishi mumkin. Keyingi oy odatiy summa tushganda esa odam pensiyamni kamaytirishdi deb xavotirga tushadi.
Shuning uchun kartaga ko'proq pul tushsa, darhol bankdan emas. Avvalo pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy organ orqali to'lov izohini so'rang. Bu doimiy o'sishmi yoki bir martalik to'lovmi? 6-jihat. Ishlovchi pensionerlar daromadini yashirmasligi kerak. Ba'zi odamlar rasmiy ishlasam pensiyam kamayib qoladi deb qo'rqadi. Har bir holat alohida tartibga bog'liq, lekin noqonuniy ishlash keyinchalik muammo tug'dirishi mumkin. Rasmiy daromad ba'zan pensiya qayta hisoblashga ham yordam beradi. Shuning uchun ish beruvchi bilan hujjatni to'g'ri rasmiylashtiring. Shartnoma, maosh ma'lumotlari, soliq to'lovlari tartibli bo'lsin. 7-jihat. Nogironligi bo'lgan pensionerlar va parvarishga muhtoj keksalar. Agar pensioner sog'lig'i sabab o'zini o'zi to'liq eplay olmasa, unga parvarish, dori-darmon, reabilitatsiya vositalari, sanatoriy yo'llanmasi yoki boshqa ijtimoiy yordamlar tegishli bo'lishi mumkin. Bunda faqat pensiya miqdoriga qarab qolmang. Tibbiy xulosa, nogironlik guruhi, mahalla tavsiyasi, oilaviy sharoit kabi ma'lumotlar muhim. Ko'p oila buni bilmagani uchun yillar davomida hamma xarajatni o'zi ko'taradi. Endi men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam, pensiya kartangizga oxirgi 6 oyda qancha pul tushganini tekshiring. Bank ilovasi bo'lsa ko'chirma oling. Ilova bo'lmasa, bank filialiga borib hisob-varaq bo'yicha ko'chirma so'rang. Har oy bir xil summa tushganmi? Sentabrda o'zgarish bormi? Qo'shimcha to'lov bo'lganmi? Buni yozib chiqing. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Savolni umumiy bermang. Pensiyam kam, oshirib bering desangiz javob ham umumiy bo'lishi mumkin. Aniq so'rang. Mening ish stajim to'liq hisobga olinganmi? Qaysi yillar pensiya hisobida turibdi? Qaysi ish joylarim bo'yicha ma'lumot yetishmayapti? Pensiyani qayta hisoblash uchun asos bormi? Sentabr oyida menga qo'shimcha to'lov yoki kompensatsiya hisoblanganmi? Ana shunday aniq savollar natija beradi. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Sizga odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar. Bank karta ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Agar nogironlik bo'yicha masala bo'lsa, tibbiy xulosa va nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlarni ham tayyorlang. Hujjatlarning asl nusxasini olib boring. Lekin albatta nusxa ham qildiring. Ba'zi idoralar nusxa so'raydi, ba'zilar elektron ko'rinishda qabul qiladi. 4-qadam, arizani yozma bering. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiyam tayinlanishi va miqdori bo'yicha ish staji, ish haqi hamda boshqa asoslar to'liq hisobga olinmagani tekshirib berishingizni, asos bo'lsa pensiyamni qayta hisoblab, farq summasini to'lab berishingizni so'rayman. Albatta, o'zingizning ism-sharifingiz, pasport ma'lumotlaringiz, manzilingiz, telefon raqamingizni yozing. Ariza qabul qilingan sanani, kirim raqamini yoki tasdiq belgisini oling. Bu juda muhim, chunki keyin men murojaat qilganman deb isbotlay olasiz. 5-qadam. Mahallaga va ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Agar pensiyangiz past bo'lsa, yolg'iz yashasangiz, dori-darmon xarajatingiz ko'p bo'lsa, nogironligingiz bo'lsa yoki kommunal to'lovlarni to'lash qiyin bo'lsa, menga qanday yordamlar tegishli deb so'rang. Uyalmang. Bu sizning huquqingiz. Kerak bo'lsa daromad haqida ma'lumot. Oila tarkibi, uy-joy hujjati, tibbiy hujjatlarni tayyorlang. 6-qadam, farzandlaringiz yoki ishonchli yaqinlaringizdan yordam so'rang, lekin kartangizni hech kimga to'liq topshirib qo'ymang. Keksalar ko'pincha texnik masalalarda qiynaladi. Bank ilovasini tekshirish, elektron navbat olish, hujjat nusxasini chiqarish, arxivga so'rov yuborishda yordam kerak bo'lishi mumkin. Lekin SMS kod, PIN kod, bank paroli faqat sizda bo'lsin. Hatto tanishingiz bo'lsa ham, moliyaviy xavfsizlik alohida masala. 7-qadam. Agar rad javobi olsangiz, sababini yozma so'rang. Sizga tegishli emas degan og'zaki javob yetarli emas. Nima uchun tegishli emas? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi qonuniy asos bilan rad etildi? Shuni bilsangiz, xatoni tuzatish mumkin. Masalan, sizga staj tasdiqlanmagan deyishsa, arxivdan hujjat olib kelasiz. Familiya mos emas deyishsa, nikoh guvohnomasini qo'shasiz. Daromad mezondan yuqori deysa, boshqa yordam turini so'raysiz. 8-qadam, har bir to'lovni yozib boring. Daftar tuting. Qaysi oyda qancha pensiya tushdi? Qachon arida berdingiz? Kim qabul qildi? Qaysi hujjat topshirdingiz? Qachon javob oldingiz? Bu oddiy ko'rinadi, lekin juda foydali.
Chunki pensionerlar ko'pincha sanalarni unutib qo'yadi. Idoralarga qayta borishga majbur bo'ladi. Yana bir muhim maslahat, agar siz pensiyaga endi chiqmoqchi bo'lsangiz, hujjatlarni oldindan tayyorlang. 55 yoshga kirgan ayollar yoki pensiya yoshga yaqin erkaklar pensiya kuni kelishini kutib o'tirmasin. Oldindan ish stajini tekshiring. Eski korxonalar bo'yicha arxiv ma'lumotlarni oling. Mehnat daftarchasidagi yozuvlar aniqmi? Muhrlar bor yo'qligini ko'ring. Bir harfdagi xato ham ba'zan hujjatni ortga qaytaradi. Masalan, pasportda Karimova, mehnat daftarchasida Karmova deb yozilgan bo'lsa, buni oldindan tuzatish kerak. Bugungi gapning asosiy mazmuni shuki, sentabrda 55 yoshdan oshgan pensionerlar uchun yoqimli moliyaviy imkoniyatlar bo'lishi mumkin, lekin ularni o'tkazib yubormaslik uchun faol bo'lish kerak. Pensiyangiz to'g'ri hisoblanganmi? Stajingiz to'liq kiritilganmi? Qayta hisoblashga asos bormi? Kommunal yoki ijtimoiy yordamga huquqingiz bormi? Qo'shimcha to'lov bir martalikmi yoki doimiymi? Bularni albatta tekshiring. Men sizga shuni maslahat beraman. Bugunoq pensiya tushumlaringizni ko'ring, hujjatlaringizni yig'ing. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasi, mahalla, ijtimoiy himoya bo'limi yoki arxivga murojaat qiling. Bir kunlik harakat sizga oyma-oy qo'shimcha daromad yoki bir martalik katta farq to'lovini olib kelishi mumkin. Agar sizda sentabrda pensiya oshgani, qo'shimcha pul tushgani, qayta hisob-kitob bo'lgani yoki aksincha muammo chiqqani haqida tajriba bo'lsa, albatta izohlarda yozing. Boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensioner tanishlaringizga yuboring, chunki ba'zan eng katta yordam kerakli ma'lumotni vaqtida yetkazishdan boshlanadi.